Assalomu alaykum. Topdagi qarindoshlar, hammalarning har vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum Tavakkul. Qanday ahvolingiz? Tinchmi? Savolingiz nihoyatda yaxshi bir savol. Bu yerda tushunishga tegishli ikki nuqta bor. Abdurahmon Jamol neni maqsad qilib so'zlaganligini tushunish lozim. Albatta Qur'oni Karimda "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha" degan oyat bor. Muhammad vahiydan boshqa narsani so'zlamaydi degan. Hamda Muhammad alayhissalom hayot bo'yicha faqat Qur'onni so'zlab o'tganmi degan savol chiqadi bunda yerda. Bu oyatning o'zimi ikki xil narsani tushuntirdi. Birisi Muhammad alayhissalom faqat insonlarga vahiyni yetkazganligini Qur'onda necha oyatlar bor bu to'g'riliq. Ikkinchi tarafi degan vaqtda, ikkinchi tarafi kishilarga bir narsani tushundirgan vaqtda vahiyni asos qilib tushuncha berganligini ko'rsatadi. Demak, Qur'onda yo'q bir so'zni qilgan bo'lsa, Qur'onda bor so'zga asoslanib turib, o so'zni qilganlikni ko'rsatadi degan gap. Bu yerda hadis deganniki o'zi tushunchisini berish to'g'ri keldi. Hadis degan nima degan vaqtda so'z va harakat ikkisini o'rtaq yig'indisini hadis deydi hadischilar. Hamda bizmi mana o'sha hozirgi vaqtda misol bir oyatni dalil qilib turib, shu oyatni tushunadigan asosda o'sha oyatning maqsadiga asoslanib turib bir narsani tushuntiramiz misol. Ya'ni Muhammad alayhissalomning tushuntirishi ashtaq bo'lgan degan ma'no chiqadi. Bir narsani tushundirgan vaqtida bir oyatni asos qilib turib yoki bir qancha oyatni asos qilib turib, undan keyin ashni tushunadigan asosda uning tushuncha berganligini ko'rsatgan yerlar bor. Hamda bu yerdagi hadis masalasi kelgan vaqtida shu Abdurahmon Jamol maqsad qilayotgan hadis, ya'ni hozirgi atalmish hadislar Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, Tirmizi degan o'xshash sahihda yoki Sahih Musnad Ahmad va uning ichida ashunga o'xshash Sahihning ichidagi hadislarning o'zini maqsad qiladi Abdurahmon Jamol. Asla Muhammad alayhissalom so'zlagan so'zlarni maqsad qilgan yeri yo'q. Hamda Abdurahmon Jamolning tushunchisida o'sha hadislar Payg'ambar alayhissalomning so'z harakatlari yozilgan rivoyatlar deb qaraydi. Xatolik mushada. Ya'ni Muhammad alayhissalomdan 250 yil eng yaqin Payg'ambar alayhissalomga eng yaqin vaqtda yozilgani 250 yil keyin eng jirg'i hattoki 1000 yil keyin yozilgan rivoyatlar hozirda yozilayotganlarmi mavjud. Shunga bu birinchidan Payg'ambar alayhissalom shu zamonda shu bir oyatni yoki bir voqealikni Qur'ondagi oyatga asoslanib turib tushundigan vaqtida endi turib qalamni tutib turib og'izdan chiqqan peti yoki Payg'ambar alayhissalom shu ishni ijro qilayotgan vaqtida ijro qilgan peti yozib olgan biror hadis yo'q. Bu nihoyatda o'zi hadischilar qarta bir echinishlik ish, man qarta ish echinishlik ish emas. Chunki men o Payg'ambar alayhissalomniki zaten shu qilgan so'z harakatlariniki yozilmaganini yaxshi ko'raman. Chunki Qur'on agar Muhammad alayhissalomniki so'z harakatlari yozilib, shu vaqtning o'zi yozilib qolgan bo'lsa, Qur'on shu zamonga, shu makonga va shu madaniyatga va shu millatga xos qolgan bo'ladi. Shu xoslikdan chiqarish uchun butun insoniyatga o'rtaq bir din, bir o'zi yo'l ko'rsatgan bir narsa bo'lish uchun u yerda uni o voqealik yoki so'z harakatlar yozilmagan, hattoki yozishni to'sgan.
Şu to'g'rilikmi rivoyat var mesela. Bular nihoyatda o'zi mutawatir hadis deb qaraydi uni. Mutawatir hadis degani nihoyatda bek ishonchli hadis degan gap. La taktubu anni shay'an ghayral Qur'an faman katabaha falyamhu. Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan bir hadis var. Bu nima degan gap degan vaqtida Qur'ondan boshqa narsani yozmanglar. Yani men sizlarga nima qilgan o'sha degan so'zlarni Qur'ondan boshqa hech qanday narsani yozmanglar. Faman katabaha. Kimki Qur'ondan boshqa bir narsani yana meniki so'z harakatlarim bu yerlik sahobalarning so'z harakatlari degandek ma'noga to'g'ri keldi. Ashuni yozgan bo'lsa falyamhu. Uni o'chirib olsin. Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kimki menga yolg'onni to'qigan bo'lsa, u odam o'ziniki o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'yib, uning degan to'qson o yolg'onni degan hadis endi. O Muhammed Aleyhisselam hayat vaqtida yezilmagan sahobalar hayat vaqtida yezilmagan sahobalarniki, yani tabiinlar, tabiiy tabiinlar niki zamonlardami tuzuk yezilmagan. Yani mana shu vaqtda 10 nasldan keyin yezilgan bir narsa. Dadısının degandek besi bigen qilib qolgan bo'lsa, 10-chi dadisi. 10-chi avlodning o'zi uni bovamning bovisi mushunda bir so'zni qilib desa, uniki qanchiligi o bovisi degan so'z bo'ladi. Qanchalik demagan so'z bo'ldi. Buning o'zi o'ylash baqish tegishli narsa. Bu bir tarafi. İkinci bir tarafı men bayatın degandek, onun rivoyatlarniki, yani Payg'ambar alayhisalom qandaq degan bo'lsa, yana bir oyatni qandaq tushundigan bo'lsa, yoki uni qandaq ijro qilgan bo'lsa, shu betda yezilmagani men uchun yaxshi. Men ashtaq tushunmayman dedim. Bunun sababi nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom bundan 14 asr burun o Qur'on bayon qilgan tuzumning o'zini ijro qilgan bir kishi. Kişiliği düşündüğün ve icra kılan bir kişi. 14 asır burun Arap yerim arılda, Arap cemiyeti de icra kılan bir adam. Hem de o 14 asır burun bir tüzümün özünü icra kılan olsa, o kulluk devrinde, misalda Peygamber Aleyhisselam'ın devri kulluk devriydi. Kulluk devrinde onu icra kılan olsa, hazırki Suudi Arabistan'daki hazırki ahvalının özde Muhammed Aleyhisselam aynen icra kılan şu icraatını icra kılıp olandı. Mesele bu yani. Şunun için o Muhammed Aleyhisselam özünün kılan söz hareketlerini yazdırmasının sebebi şu. O keyinki zamanlardaki insanlarımı onu şu özünün zamanına maslaştıran adette icra kılış. İcra qilishga bir yo'l ochib qo'yish sababini shunday qilgan. Masalan, u yerdan eshib Yevropadaymiz, Amerikadaymiz, Osiyodaymiz, nurg'un o'zi qit'alarga bu Qur'oni Karimning o'zi masalan islomdan iborat bu tuzumning o'zini qabul qilgan bo'lsa, uning o'zini o 1400 yil burungi holatda ijro qilib bo'lamdi, misolga. Agar biz bir hozir qilmish Angliyaning o'zida Aşının özünü 1400 yıl burunki halatda icra qilamiz desak, ya biz o 1400 yıl burunki halatning o'zini hozirgi holatga o'zgartirishimiz lozim. Yoki biz davrning chaqini orqaga burab, biz 1400 yıl burunki holatga qaytishimiz lozim. Boshqa chora yo'q. Bu mumkin bo'lgan ishmi? Aslo mumkin bo'lmaydi. Men uni Kur'an Nazar programmasida bana jiq o'zi so'zildim. Mesela 1800 kaçıncı yılları Marx şu sosyalizm nazariyesini yazıp çıkıptı. Onun özüne keyin Suudi İttifaqıdaymiz, Xitoydaymiz, Vietnamdaymiz, şu Irak misal deganga o'xshash, shu Misrga o'xshash shunday davlatlar, nurg'un davlatlar uni qabul qildi. Kuba misalda. Her birisi uni shu o'ziniki sharoitiga muvofiq holatda ijro qilgan.
Şu vaqtida o'zining masalasini hal qilgan o sosial tuzum. Agar uni hammasi bir xil shaklda ijro qilgan bo'lsa, u vaqtda o jamiyat bir xil bo'lishi kerak. U mumkin bo'lmaydigan bir ish. Madaniyat bir xil bo'lishi kerak. U mumkin bo'lmaydigan ish. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda misolga bir yerda bir odamning o'zini sahvanlik bilan o'ltirayotgan bo'lsa, misolga Somalida bir odamning o'zini mashina urib sahvanlik bilan o'ltirayotgan bo'lsa, o adam bergan qon qazi bilan, yana o to'lagan pul bilan Angliyada bir odamni mashina urib o'ltirayotgan bo'lsa, uning to'lagan pulisi o'xshash bo'ladi. O'xshash ijro qilinadi shada. Asla undaq bo'lmaydi. Chunki Somalida ishlagan ishchilarniki ish haqi to'van. O'rta Osiyoda mashlaq misolga ish haqi to'van. Oyda bir qancha $100 ishlashi mumkin. Angliyada bir qancha ming sterling ishlaydi misolga. Onun balkim 10 qat ko'p kelishi mumkin oyda. O vaqtida u yerda bir odamni sahvan o'ltirib qo'ygan odamga $10,000 qon qaz to'laysa degan bo'lsa, Angliyada mashina o'xshash to'laydi desa, u vaqtida o bir adolatsizlik bo'ladi. Bu yerda 100 ming to'lash kerak o vaqtida. Ashuna o'xshash. Demak, o'zining iqtisodiy, o'zining ijtimoiy ahvolining o'zini shu Qur'ondagi prinsiplarga moslashtirgan holda ijro qilish bu Qur'onning talabi. Buningga misol tarixda o'tgan payg'ambarlar ashunaki guvohchisi. Hech bir payg'ambar, yana bir payg'ambarniki qon ish harakatlarini to'g'rab ish qilganlik haqida bir eg'iz kelim yo'q Qur'onda. Musa alayhissalom andaq qildi, Muhammad alayhissalom Musa alayhissalom to'g'rab shunday qildi degan to'g'riliq hech qanday bir oyat yo'q. Yoki Ibrohim alayhissalom andaq qildi, Muhammad alayhissalom Ibrohim alayhissalom to'g'rab shunday qildi, ashuna sunnatiga ergash degan bir gap yo'q. Bu yerda payg'ambarlarniki tutgan yo'llar nima degan vaqtda hammasining o'rtaq yo'li ilahiy kitobni chin eslash va jamiyatdagi bo'lgan masalalarni ilahiy kitobdagi tuzumga to'g'ri tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qilish. Har qanday masalaning o'zini to'g'ri o'zi hal qilish usulini topgan vaqtda u masala hal bo'ldi. Qur'onning maqsadi bu. Bu Abdurahmon Jamolning deyotgan narsa nima desa, bu atalmış hadislarning o'zini Qur'onning bir parchasi qilishga tirishishdan iborat. Boshqa hech qanday bir maqsad yo'q ularga. O Qur'onniki mazmuni uyg'un kelamdikanmamdi, Muhammad alayhissalom o'z zamonida deganmi demaganmi? Buning bilan aloqasi yo'q. Agar o Abdurahmon Jamolniki degan so'zi Muhammad alayhissalom o'z zamonida Qur'onni tushundigan vaqtda shu jamiyatga muvofiq holatda tushundigan Qur'onning sirtlik so'zlari bo'lgan desa, u vaqtda u amaliyotga uyg'un bo'ldi. Lekin Abdurahmon Jamol hozirgi atalmış rivoyatlarning o'zini din qilish maqsadida yoki dinning bir parchasi qilish maqsadida bu gapni qilayotgan bir odam. O Qur'onniki yani islom nima, iymon nima, misolga ibodat nima, buni orib tushunigidek bir odam emas u. Qur'on iymonni tashabbus qilgan kitob emas, islomni tashabbus qildi. Zaten Qur'onning o'zida men islomni sizlarga din qildim deydi. Allohning dargohidagi din islomdir deydi Qur'on. Islom bir tuzum, har qanday e'tiqoddagi insonlar, har qanday madaniyatdagi yoki har turli millat bo'lsin, shu islomniki tuzumi ostida barobar yashash fursatiga ega bo'lish. Qur'on buning o'zini maqsad qilgan. Yani u yerda har xil dindagi, har xil rangdagi, har xil madaniyatdagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar faqat u yerda hukm suradigan narsa Qur'on asos qilgan narsa nima desa, adolat bo'lgan va barobarlik bo'lgan. Adolat ostida barobarlik misol. Qur'on buni maqsad qiladi. Shunga hamda bu gaplar nima ko'payib ketdi. Yig'ib aytgan vaqtida Abdurahmon Jamolniki
so'zlayotgan narsani men mancha anlayman. Uniki hadisga bo'lgan tushunchasi Qur'on tasvirlagan hadisga bo'lgan tushunchasiga o'xshash tushunchaga o'xshash nima bor to'g'ri kelmaydi. Qur'on hadisni nima deydi degan vaqtida hadis degan hodisa voqelik degan bo'ldi. Her zaman ve her makandaki voqelikni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga selish orqali, tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qilishni maqsad qildi. Mushu Qur'ondagi butun o'zi nima g'oyasi. Abdurahmon Jamolchi desa shu zamonda Muhammad Aleyhisselam ve onunki etrafındaki sahabalarniki qilganligi deganligi aniq bo'lmagan rivoyatning o'zini din qilishni maqsad qiladi. Bu ikkisini orasida zo'r farq bor. O Abdurahmon Jamol din qilmoqchi bo'lgan o rivoyat hadislarning o'zi aslo din bo'lolmaydi. Din dalilmi qilinmaydi. Agar o rivoyatning ichida Qur'oni Karim to'g'ri keladigan yerlar bo'lsa, faqat to'g'ri deyishga bo'ladi. Bo'lmasa boshqa hech qanday uning aloyiligi yo'q. Hozirgi zamondagi insonlarniki so'z harakatlari bilan hech qanday farqi yo'q. Mesela hozirgi zamonda bir odam to'g'ri ishni qilgan bo'lsa, Qur'onga to'g'ri keladigan bir to'g'ri ishni qilgan bo'lsa, bu odam ma ishning o'zini Qur'onga to'g'ri keladigan bir ishni qilibdi. Bu odam to'g'ri ish qilibdi desak bo'ladi. Lekin o odamning qilgan ishini Qur'onga to'g'ri kelganligi uchun u Qur'onning o'zi yoki deyishga bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda Moshuna arı olsak hamma narsa aniq bo'ldi misolga. So'zim 15 minutdan eshib ketdi, 16 minutga yaqinlashib qolibdi. Ma'qullar amonat.